Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüşünlerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tartibdeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızda olsun. Trump Xitoy şirketiga qarata cheklash buyrug'ini tasdiqladi. Fransiya ovozining 13 may bergan xabarda bildirilishicha, Amerika prezidenti Trump Xitoyning Huawei va Zhongsheng shirkatini cheklashni yana bir yil uzartish haqidagi ma'muriy buyruqni tasdiqlagan. Amerika prezidenti ma'muriy buyruq imzolab, bultur mayda tarqatgan mamlakatlik jiddiy ahvolni uzartib, Amerika shirkatlarining Huawei va Zhongsheng qatorliq davlat bexatarligiga tahdid soladigan shirkatlar ishlab chiqargan telegraf uskunlarini ishlatishini cheklagan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Trumpning buyrug'i xalqaro jiddiy iqtisodiy kuch qonuniga asosan chiqarilgan. Bu qonunda prezidentga Amerikaga tahdid soladigan mamlakatlik jiddiy ahvolga taqobil turish uchun savdo siyosatini tangshash huquqi berilgan. Amerika parlament a'zosi bu haqda to'xtalib, Trumpning 2019-yildagi buyrug'i bevosita Huawei va Zhongsheng qatorliq Xitoy shirkatlarini nishon qilganligini bildirgan. Çarşamba günü İsrailiyani ziyorat qilgan Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning virus yuqumini yushirganligini yana bir qatim tanqid qildi. Ma'lum bo'lishicha, Pompeo ilgari Isroiliya taratqullarining ziyoratini qabul qilganda virusning manbasi Xitoyning Wuhan ekanligini, Xitoy Kommunist partiyasi bultur 12-oyda virusning xatarlik ekanligini bilgan bo'lsa-mu, ammo uchurni yushirgan va ommani so'zlash huquqidan mahrum qilishga uringanligini hamda virus haqidagi uchurni tizdan ham baharlamay dunyoga zo'r xatar elib kelganligini bayon qilgan. Amerikada Xitoyga qarshi ray sinash elib berildi. Amerika ovozining bugungi xabarda bildirilishicha, Amerikada quramiga yetgan 1338 kishiga qarata virus masalasida Xitoyning mas'uliyatini surishti qilish haqida ray sinash elib berildi. Bu vaqtdagi ziyoratni qabul qiluvchilarning 51% Xitoy yuqumning ta'siriga uchragan davlatlarga to'lam berishi kerak deb qaragan. 71% kishilar Xitoyni virus sababli jazolash kerak deb qaragan. Konkret qilib aytganda, 25% odam Xitoy amaldorlarining Amerikaga kirishini cheklashni xohlaydi ekan. 32% kishi Amerika Xitoyning Amerika zoyumiga o'sim to'lashini rad qilishi kerak deb qaraydi ekan. 33% kishi Xitoy mollariga qo'shimcha tamojni beja elishini ta'kidlaydi ekan. 41% kishi Xitoyni xalqaro jazoga tortishni qo'llaydi ekan. Egilinishcha, texi bir kun ilgari Kengash palatasi Adliya komitetining raisi, Kengash palata a'zosi Lindsey Graham bir turkum Cumhuriyetchilar partiyasini boshlab 2019-yillik Xitoy virusi javobgarlik qonun loyihasini o'ttirg'a qo'ygan. Lohida agar Xitoy hamkorlashib virus yuqumining tarqalishini keltirib chiqarish jarayonini to'liq tushuntirmasa, Amerika prezidentiga Xitoyni jazolashga huquq berilishi kerak deyilgan. Ma'lum bo'lishicha, tekshirilgan 67% amerikalik Xitoyni raqobatchi yoki dushman deb qaragan. 43% odam virus yuqumi sababli Xitoyga salbiy qarashdi ekan. Xitoy Qirg'izistonning zamin butunligiga xiris qilmoqda. Qrim agentligining bugungi xabarda bildirilishicha, Xitoyning markaziy to'r bekatlarida Qirg'izistonning zamin butunligiga xiris qildigan yozmalar ko'payishga boshlagan. Qozog'iston nemishqa Xitoyga qaytishni xohlaydi sarlavilik maqola va yozmalar satchiligidan keyin Xitoy to'r bekatlarida yana Qirg'iziston haqida mushuningga o'xshash yozmalar ko'paygan. Hindistonda turishliq VON xabar agentligi tomonidan tayyorlangan bir dokumentda ko'rsatilishicha, ko'p yillardan buyon talash tortish bo'lib atgan rayonlar va Janubiy dengiz hamda Everest cho'qqisi, ya'ni Jumulangma cho'qqisining ko'p qism joylarining egilik huquqiga munosabatlik chegara masalasidan keyin Xitoy hozir qo'shinlari Qozog'iston va Qirg'izistonga qarata kengaymichilik siyosatini yo'l qo'yishga boshlagan. Dokumentda Xitoydagi eng chong ko'chma xabar supisining biri abonentlari 750 milliondan oshadigan Beijingdagi Toutiao.com to'r betida Qirg'iziston mustaqillikka erishgandan keyin nemishqa Xitoyga qaytib kelmadi sarlavilik maqola e'lon qilinganligi. Maqolada Qirg'iziston Xan sulolasi davrida Xitoyning bir qismi edi. Ammo bu rayon keyin Char podsho Rossiyaning hukmronligiga o'tib qolgan degandek, Qirg'iz xalqining mustaqilligi va g'ururini dafsanda qiladigan so'zlar bayon qilingan. Xitoy to'r bekatlarining Qozog'iston nemishqa Xitoyga qaytishni xohlaydi mazmundagi yozmalarni tarqitib,
Qozog'istonning egilik huquqiga xiris qilganligi sababli 4-oyning 15 kuni Qozog'iston Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Ostonada turishliq bosh elchisi Jang Shao'ni ministrlikka chaqirib, norozilik xati topshirgan edi. Bu vaqadan keyin Xitoy to'r bekatlaridagi Qozog'istonning egilik huquqiga xiris qilingan yozmalar o'chirilgan edi. Xitoy bu qatim Qirg'iziston xalqining to'mirini tutishga boshlagan. Agar Qirg'iziston xalqi o'rnidan dast turib Xitoyga o'zini to'nitib qo'ymaganda, Qirg'iz xalqining kelgusi xatar ichida qoladiganligi bildirilmoqda. Li Yifeining Urumchiga yo'tkilishi gumon qo'zg'amoqda. Atalmış Şinjan gezitining 13 maydagi xabarda aytilishicha, Xitoy rejimi yaqinda Guyjo o'lkalik partikomning doimiy hay'at a'zosi Li Yifeini atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik partikomning doimiy hay'at a'zoligiga tayinlash haqida uqtirish chiqargan. 1964-yil tug'ilgan Li Yifei uzun mezgil Yunnanda xizmat qilgan bo'lib, 2014-yildagi Kunming poyezd stansiyasi hujumi yuz bergan vaqtda Yunnan o'lkalik hukumatning muavin bosh kotib bo'lib ishlagan ekan. Arlıqda bir mezgil yana Kunming shaharlik siyosiy qonun komitetining sekretari bo'lgan ekan. Beijing xabarlari to'rining bu vaqtdagi xabarida yaqinqi bir oy ichida Sharq Turkistondagi bir qism yuqori darajalik Xitoy amaldorlarining yo'tkilishi bayon qilingan. Shu qatorda atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik siyosiy qonun komitetining sekretari Wang Jingjunning atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik partikomning muavin sekretari va Bingtuan partikomining sekretari bo'lib tayinlanganligi. İlgari bu vazifalarni o'tagan Sun Jinlongning Xitoy ekologiyalik muhit ministrligining muavin ministri bo'lganligi aytiladi. Shuningdek, atalmış Abnum rayonlik partikomning doimiy hay'at a'zosi bo'lgan Ji Jingning Beijingga yo'tkab ketilganligi mo eskartilgan. Gerçi bu qitimga doimiy hay'at a'zolarini yo'tkashning ichki sabablari noma'lum bo'lsa-mu, bir qism analizchilar bu hol Xitoyning Sharq Turkistondagi bir qitimliq amaldor almashtirish harakatining boshlanishi bo'lishi mumkin deyishmoqda. Rick Scott Xitoy biz uchun sherik emas, balki raqibdir dedi. Amerika Kengash palatasining a'zosi Rick Scott 13-may kuni Guy Benson suhbati nomli televiziya programmasida so'z qilib, bu qatim butkul Amerikani ig'ir baloyi ofatga uchratgan Xitoy virusiga Dunyo sog'liq tashkilotining javobgar bo'lishi lozimligini, shundaqla Xitoy rejimining virusga munosabatlik uchurlarni yoshirishi tufaylidan dunyo bo'yicha necha yuz ming insonning hayoti nobud bo'lganligini ta'kidladi. U bu jihatda qat'iy va o'zil kesil tekshirishning muhimligini ta'kidlab, "Men Xitoy rejimi bu qatimqi vaboning va virusning ahvoli haqida boshli aniq ma'lumotlarga ega bo'lib bo'lgan. Ammo ular buni g'arazlik holda yushirgan deb qarayman" dedi. U yana Dunyo sog'liq tashkilotining Xitoy rejimi uchun tashviqot quroli bo'lib kelganligi, Xitoyning virusning manbasi haqida izchil yolg'on aytayotganligini buningdagi yana bir muhim omil qatorida tilga olgan. Rick Scott bu to'g'risida muxbirning savollariga javob berib, "Biz hozir shuni ochiq ko'rib yotdikki, Xitoy Kompartiyasi kontrolligidagi Xitoy biz uchun hech qanday iqtisodiy sherik emas. Aksicha biz uchun bir cho'ng raqib" dedi. U bu qatimqi mas'uliyatning hisobotini elish bilan birga bu holga xotima berishning eng unumli va tez chorasi Amerikaliklar Xitoyda ishlangan hech qanday molni olmaslik deb ko'rsatdi. Sharq Turkistondagi nüfus cho'ng qirg'inchiligi, Uyg'ur nüfusi cho'chitarlik darajada kamaygan. Avstraliyadagi Mercatornet nomli to'r bekitida yaqinda e'lon qilingan bir dokladda Uyg'ur nüfusining yaqinqi 3 yilda cho'chitarlik darajada azayganligi, lekin dunyoning bu rayonda yuz bergan mazkur demografiyalik, ya'ni nüfus qirg'inchiligiga sal qaraganligi ta'kidlandi. Dokladda qayd qilinishicha, atalmış Uyg'ur Abnum rayoni 2017-yildan burun Xitoydagi tug'ilish nisbati eng yuqori rayon bo'lsa-mu, lekin 2017-yildan boshlab 1 yil ichida mazkur rayon Xitoydagi tug'ilish nisbati eng to'van rayonga aylangan. Dokladda bu o'zgarishning rayonda lagerlarning qurilishi bilan teng boshlanganligi, 2017-yili rayonda tug'ilish nisbati har 1000 odamga 15,88 bola to'g'ri kelgan bo'lsa, 2018-yili buning 3dan 1dan ortiqqa ozayib, har 1000 odamga 11 bolami to'g'ri kelmagan. Tabiiy ko'payish nisbatining 1 yil ichida har 1000 odamga 11,40% dan 6,13% ga tushganligi bildirilgan. Dokladda ta'kidlanishicha, nüfusdagi oziyish 2019-yilda davomlashgan. 2017-yili rayonda 330 mingdan 345 minggacha bola tug'ilgan bo'lib, 2019-yili bu son 205 mingga tushgan.
Buning bilan 2019-yili rayondagi sap tug'ilish nisbati har 1000 odamga 8,14% to'g'ri kelib, Sharq Turkiston Xitoydagi tug'ilish nisbati eng az rayonlarning biriga aylangan. Chet el mutaxassislarining ta'kidlashicha, Uyg'ur nufusining shiddatlik ozayishida lager va planliq tug'ut kontrolligi negizlik rol o'ynagan. Germaniyalik Uyg'urshunos Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi Adrian Zens mundaq dedi. Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga nisbatan bu nihoyatda benormal ahvol. Meningcha bu asosliq ikki omilga bog'lanishlik bo'lishi mumkin. Bir tarafdan bu lagerlarga bog'lanishlik, yana bir tarafdan bu boshqa omillarga bog'lanishlik bo'lishi, masalan, planliq tug'ut kontroli degandek omillarga bog'lanishlik bo'lishi mumkin. Ammo buningda lagerlarning ehtimolligi cho'ng. Bu yerda nüfusning davomli ozayishga qarab mangadiganligi faraz qilinmoqda. Chunki 2019-yili vaziyatda hech qanday yaxshilanish bo'lmadi. Adrian Zenizning qarashicha, Uyg'ur nüfusining ozayishida rol o'ynayotgan yana bir omil majburiy emgak ekan. U chunki majburiy emgak nurg'un oilalarning parchalanishiga sabab bo'lganligini bildirdi. Mercatornetning tadqiqotchisi William Huang qalamga olgan mazkur dokladda ilgari surilishicha, nüfusning ozayishida Uyg'urlar mutlaq ko'p sonliqdagi Xotan bilan Qashqar eng qattiq ta'sirga uchragan joylar ekan. Dokladda 2017-yili Xotanda Uyg'ur nüfusining ko'payish nisbati 3,1% ekanligi, lekin buning 2018-yili 0,3% ga tushganligi, o'xshash mezgilda uning har 1000 odamga 16,3% dan to'g'ri keladigan tug'ish nisbati 8,6% ga tushganligi bildirilgan. Dokladda ta'kidlanishicha, Qashqarda 2017-yili har 1000 odamga 13 dan to'g'ri keladigan tug'ut nisbati 2018-yili 7,94 ga tövallab, bir yil ichida oz kam yarimi azaygan. Amerikadagi ba'zi mutaxassislarning qarashicha, tug'utning ozayishiga lagerdan boshqa jamiyatga siyosiy besim ta'sir ko'rsatgan. Miami Universitetining professori Stanley Topes 12-may kuni Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib mundaq degan. Meningcha bu yerdagi vaziyat va siyosiy besimda ota-onalarning har ikkisi yoki ota-onaning biri lagerga qamalib, ularning bola tug'ish imkoniyati qolmagan. Mana bu nüfusning ozayishidagi sabab. Lekin bu yerda yana bir omil, u bo'lsa-mu ota-onaning bola tug'ish imkoniyati bo'lgan taqdirdami, lekin hozirgidek siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy besimda ularning bola tug'ishdan voz kechishidir. Meningcha mana bu omillarmi nüfusning burunqidek ko'paymasligiga ta'sir qiladi. Stanley Topesning ta'kidlashicha, nüfusning asliga kelishiga to'sqinlik qiladigan yana bir omil Xitoyning Uyg'ur yoshlarini ichkiri o'lkalarga ishlamchilikka yo'tkishi ekan. U buningda bu yoshlarning to'y qilib bola tug'ish imkoniyati ozaydiganligini bildirdi. Uyg'urshunos Adrian Zenizning qarashicha, Uyg'ur nüfusining shiddatlik ozayishi intayin jiddiy masala bo'lib, buningga qarata xalqaro tekshirish elib berilishi kerak ekan. U 12 aprel Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Ijtimoiy kontrol qilish, madaniyat kontrollik va shundaqla nüfus kontrolligi degan bu tema chuqum nüfus kontrol mexanizmining aks ettirilishidir. Bu bir tasodifiylik yoki bir tabiiy ahvol emas. Buning nüfus ko'payishini kontrol qilish mexanizmida aks etishi Birlashgan Millatlar Tashkiloti ahdnomasiga xilof bo'lib, tekshirilishga tegishli intayin jiddiy masala. Nima ish bo'layotganligiga qarata haqiqatan xalqaro tekshirish elib berishi kerak. Makit noyasidagi aholilar ro'za tutganlarni bayqisa soqchiga ma'lum qilishga buyurilgan. Erkin Osiyo radiosining bu yillik Ramazon vaziyati haqida Sharq Turkistondagi har darajalik xodimlarga qarata elib borgan telefon ziyoratlari davomida ba'zi xodimlar bu yilmi ro'za tutmaslik haqida aholilarga oshkora uqtirish qilinganligini bildirsa, yana ba'zi xodimlar o'z tabaligida 3 yildan buyon ro'za tutilmayotganligi va ro'za tutmaslik haqida uqtirish qilishga hojat qolmaganligini ilgari surdi. İlgirki yillardagi xabarlarda ma'lum bo'lishicha, musulmon dunyosida tinchlik, qarindoshlik va hamkorlikning simvoli deb qaraladigan Ramazon oyida Sharq Turkistonda har yili odatdan tashqari nazorat va nazarband davom qilmoqda. Siyosiy yig'inlar uzluksiz echilish, soqchilar kecha-kunduz chorlash elib berish, payloqchilar uxlamay harakat qilish Sharq Turkistondagi Ramazon oyining asosli alomatlari sifatida o'tirg'i chiqmoqda. Muxbir bu yilqi Ramazon oyidagi ijtimoiy kayfiyatni aniqlab baqish uchun oldi bilan Urumchidagi aloqador soqchi organlariga telefon qilgan. Xodimlardan biri bu yilmi Ramazon sabablik maxsus tuzum va tadbirlar bekitganligini, ammo bu tuzumlarni axborotga oshkorlashga bo'lmaydiganligini bayon qilgan. Muxbirning telefonini qabul qilgan Makit noyasining ma'lum bir yesidagi bir ayollar mudirining bayon qilishicha, mazkur yezida bu yil ro'za tutmaslik haqida yig'inlar echilgan, uqtirishlar tarqitilgan. Ma'lum bo'lishicha, ilgirki yillarda ro'za tutish bir oz pardozlangan holda, ya'ni ro'za tutish tutmaslik fuqarolarning ixtiyoridagi ish ekanligi
va roza tutishga zo'rlanmasligi kerakligi ta'kidlangan bo'lsa, yaqinqi 3 yildan buyon aholilar uch qaldi roza tutmaslikka buyurilgan. Yana bir kent xodimining bayon qilishicha, nahiyada echilgan yig'inlarda kent kadrlariga roza tutishni diniy asabiylikning alomati deb tushuntirilgan va tövəndə xizmat davomida mushundaq tushuntirish talab qilingan. Yana ma'lum bo'lishicha, yezdagi tashviqotlarda roza tutishning atalmish ruhiy ziyindan boshqa yana tan salomatlikka va davlat bexatarligiga ziyonli ekanligi ta'kidlangan. Makitda aholilar roza tutqanlarni bayqab qolsa, soqchiga ma'lum qilishga buyurilgan. Yana bir xodim o'z tabiatligida aholilarning 3 yildan beri roza tutmayotganligi va buning bir odatga aylanganligini ilgari surdi. Trump savdo kelishimlari virusning ziyinning o'rnini to'ldira olmaydi dedi. Dunyo miqyosida Xitoy virus sababidan jindan ayrilganlar soni 300 mingga yaqinlashdi. Yuqumlanganlar soni 4 million 441 mingdan oshdi. Salomatligi yaxshilanganlar soni 1 million 668 mingdan oshdi. Vaboning markaziga aylangan Amerikada Xitoy virus sababidan jindan ayrilganlar soni 85197 ga, yuqumlanganlar soni 1 million 430 ming 348 ga chiqdi. Prezident Trump Xitoy bilan savdo kelishimi imzolanib, uzun o'tmay Xitoy virusining o'tirg'i chiqqanligini bildirib, 100 savdo kelishimimi begunoh o'limlarning o'rnini to'ldira olmaydi dedi. U virusning yoshlarga ko'rsatadigan ta'sirining nihoyat oz ekanligini eskartib, vabo davomlashayotgan bo'lsa-mu, shtat valiylarining maktablarni echishi kerakligini aytdi. California State University vaboda yangi to'lqin kelishi ehtimoliga qarshi normal dars o'tishlarni 2021-yili yoz oylarigacha kechiktirdi. Poytaxt Washingtonda vabo sababidan chiqarilgan uyda o'ltir yo'l yo'riqi 2020-yili 8-iyungacha uzartildi. 720 ming nüfusluq bu shaharda bugungacha 6584 kishining yuqumlanganligi bayqaldi. 350 kishi jonidan ayrildi. Xitoy virusining eng og'ir ta'siriga uchragan Nyu-Yorkda iqtisodni qadamma-qadam echish masalasi ustida munozara qo'zg'aldi. Ishxonada ishlaydiganlarning xizmatiga qaytishining vabodan burunqidek bo'lmaydiganligi qayd qilinmoqda. Italiyada yaqinqi 24 soatda Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlar 195 kishi eshib, 31106 ga chiqdi. Yuqumlanganlar soni bo'lsa 2809 kishi ozayib, 78457 ga tövəlledi. Fransiyada yaqinqi 24 soat ichida Xitoy virusi sababidan jindan ayrilganlar 83 kishi eshib, 27074 ga chiqdi. Yuqumlanganlar soni bo'lsa 507 kishi eshib, 214169 ga chiqdi. Xitoy virusi sababidan 8903 kishi jindan ayrilgan va yaqinqi 24 soatda yuqumlanganlar soni 307 kishi eshib, bu son 54288 ga chiqqan. Belgiyada yo'l qo'yilgan vabo tadbirlari davomli qadamma-qadam bo'shatilmoqda. Aqsaray Xitoy virusining Wuhandagi tajribaxonadan chiqqan bo'lish ehtimolligi yuqori dedi. Aqsaray davlat xavfsizlik ishlari maslahatchisi Robert O'Brien Xitoy virusining Wuhandagi tajribaxonadan chiqqan bo'lish ehtimolligining yuqori ekanligini aytdi. O'Brien Aqsarayda o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida muxbirlarning bu vaqtdagi savollariga javob berganda, Xitoyga Wuhan virusi haqida tekshirish elib berish masalasida muhlat berilmaydiganligini ta'kidlab mundaq dedi. Xitoy virusining Wuhandagi tajribaxonadan chiqqan bo'lish ehtimolligi nihoyat yuqori. Mutaxassislar virusning Wuhandagi jonliq hayvon bozoridan o'tirg'i chiqqanligini ta'kidlamoqda. Har ikki ahvoldami bu Xitoylar uchun yaxshi ish emas. Darvaqa Xitoydagi mol bozorlarida hayvonlarga zulm qilindi. Jumladan bu yerdagi ahvol to'limi yirginishlikdir. Bu yerlarga munosabatlik videoni ko'rsanglar, ahvolning qanchalik darajada hayron qolarlik va to'limi qo'rqinchli ekanligini ko'rasizlar. U Xitoy virusining tajribaxonada o'tirg'i chiqqanligiga doir da'volar haqida qo'llarida dalil isbotlarning bor yo'qligiga aloqador savolga javob berganda mundaq dedi. Bu virusning Wuhandan tarqalganligini bilamiz. Shuni alohida ta'kidlab o'tamanki, yaqinqi 20 yil ichida Xitoydan tarqalgan 5 yuqum butkul dunyoga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvoli. Turkiya Cumhuriyeti Sahiyya Ministri Fahrettin Koca tunugun bir kun ichida Xitoy virusi bilan 58 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7 da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 33332 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 1639 yuqumlanuvchining ko'payganligini
Bunun bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 143.114 ga yetganligini, bir kun ichida 58 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 3952 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida oxirgi 24 soatda 2826 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 998 bemorning kasalining og'ir ekanligini, ammo kasali og'ir bemorlarning ozayishga boshlaganligini, umumiy yuqumlanuvchilar ichida 70% bemorning salomatligining asliga kelganligini, maska taqash, o'zaro 1,5 metr oraliq saqlash qatorliq oldini olish tadbirlarining Xitoy virusiga qarshi unumli kuch hisoblanganligini, odam ko'p o'rinlarga berishdan saqlanishning intayin muhim ekanligini ta'kidladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah ayetki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shunaqa programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.